Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün iman hakkındaki kitapta 51. numaralık bu hadiste şunday deydi. Yani bab dep lan babga tim koymaptı. Sebep nima degan vaqtida yuqoridagi hadislar munosabati va bog'lanish va bu hadisniki nima ish qiladigan vaqtda bu hadisda ve oldingi hadisda din iborati keltirilgan. Bu yerdagi din iman demektir. İman din demektir. Şoňlaşqa bu tövendeki babni, temini bayan qılmagan, temisiz rivayet kılıngan bu hadisimi din degan bir ibaret var. Baştaki 50. numaralı hadisimi din, yani iman, ihsan, İslam emrisini din dep ataganda. Demek din iman demektir degan tushunchani bizga berish uchun buni faqat temisizlab qo'ygan. 51. numaralık bu hadiste İmam Bukhari şunu aklaydı. Bizge İbrahim ibn Hamza degan kishi hadis so'zlab bergan edi. Bu kishi İbrahim ibn Hamza ibn Muhammed ibn Mus'ab al-Qurayshi, Qurayshlarniki Bani Asad cemaatidan o'zi Madinada yashagan. Madinadagi nayati katta büyüklerden hadis rivoyat qilgan, shularni o'qigan. Bu kishi İmam Bukharining, İmam Abu Davudniki va ulardan boshqa hadis olimlariniki ustozi. Demak bu odam ko'rinarlik keyingi davrda iz qoldirgan muhaddislarning ustozidan undaqda. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik, rostchilik degan bahoni bergan Ibn Sa'd rahmatullohi alayh. Bu kishi 230-yili Madinada o'lib ketganlikka qayd qilingan. Demak bu kishi Imom Buxoriyniki shu Madinada kurashgan vaqtdagi ustoz bo'lishi mumkin. Bu kishi deydi bizga İbrahim ibn Sa'd degan kishi so'zlab bergan deydi. Endi İbrahim ibn Sa'd ibn İbrahim ibn Abdurrahman bu kishi dastlabda o'tab bo'ldi. Bu kishi Salih ibn Kaysan bu kishining tarjimalimi o'tab bo'lgan. Bu kishi Ibn Shahabdin. Ibn Shahabning nurg'un qatim o'tdi. Muhammad ibn Muslim ibn Shahab Zuhri mashhur büyük tabiinlardan. Bu adam Ubaydullah ibn Abdullah'dan rivoyat qilyapti. U kishi undaqda Utbat ibn Mas'ud degan, yani Abdullah ibn Mas'udniki jiyanlariga to'g'ri keladigan shu jamoatdan bu kishi. Madinadagi ayni vaqtda 7 faqihning birisi deb biz nechqatdan bayon qilib o'tdik. Bu adam shunday deydi-da, haqiqatan Abdullah ibn Abbas bu odamga so'zlab beribdi, xabar beribdi Ubaydullahga. Endi Abdullah ibn Abbas deydi, "Menga Abu Sufyan ibn Harb xabar bergan" deydi. Iraqlar uni debdi. "Senden ularning musulmonlarning soni kundan kunga eshiyotamdi yoki kemib ozlayaptamdi desam, sen ularning soni eshiyotidu deding. Iymon shundoq kamolatga yetganga qadar işte eshitmadi. Senden ular öz kirgen dinini nefretlenip dinden çıketke avval barmı İslam'dan kirpulap desem sen yo'q dedin. İman açtaq. İman adamның yoki mu'minning qalbini iman nuri, iman huzuri qalbni qoplagan vaqtida hech bir odam bu dindan chiqetmaydi, dindan nefretlenmaydi dedi. Bu yerdagi masala iymonni, islomni bu yerda yana din nomi bilan atagan. Şoňlaşqa İmam Bukhari rahmetullahi alayh din bilen iman kelimesindeki esasen ma'nodaş bir söz ekenligini, bir ufqum ekenligini bizga bu yerda tushuntirib qo'yapti. İmam Bukhari rahmetullahi alayh 52. numaralı hadisindeki babida shunday deydi, öz din e'tiqodini, imonini saqlagan. Ya'ni gunoh ma'siyatdan saqlagan yoki ayb nuqsondan saqlagan odamniki fazilati haqida. Bu hadis shunday deydi, bizga Abu Nuaym degan zot hadis so'zlab bergan edi deb. Bu yerdagi din hamda yana shu islomning 3 maqomi, iymon, islom, ihson maqomi. Bu shuning hammasi 3 din deb ataladi. Bu 3 maqomni qo'g'digan, bu shuni hurmat qilgan, bu shuni muhofazat qilgan odamlarga qaratayotgan so'z mavi. Bu Abu Nuaym degan kishi hadis so'zlab berdi dedi İmam Bukhari rahmetullohi alayh. Abu Nuaym bo'lsa Fazl ibn Dukayn nomi bilan mashhur bu odam. Asli ismi Amr ibn Hammad. Bu kishimi o'zi Qurayshlardan. Bu kishi nati ko'p ustozlarni o'qigan ekan. Hatto masalan Sulaymon ibn Amash, undan boshqa cho'ng ustozlarni o'qigan ekan. Hatto bu shu o'ziniki deyishcha, men Sufyon Savri bilan 40-50 dek shayxda men birga o'qigan deb shunday bayon qilgan ekanda o'zi Abu Nuaym o'zi. Ulamolar asosan bu odamni nihoyat puxta, nihoyat zaki, hafiz, nihoyat kuchli deb madiylagan bu odamni.
Bu adamniki özü deyişçe ben 800 şeyhte okugan. Ularning içinde A'mesh bar mesela katta ustozlardan. A'mesh'ten töven derecelik ustozlar bar. Ularning hech qaysi Qur'onni maxluq deb bakkan emas. Deb shunaq degan. Ya'ni hatta ularning hech qaysi zindiq sifati bilan bir ayıplangan emas deydi. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bu adamdan hadis rivoyat qilgan. Hatta İmam Muslim, Tirmizi, Nesai, Ibn Majah qatorliqlarmi bu adamga vasitalik holatda ustoz bo'ladi. Bu adam 130-yil tug'ilib, 219-yili Kufada, hozirgi Iroqda o'lib ketgan buyuklardan. Bu kishi deydi bizga Zakariya hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Zakariya ibn Abi Zaida nomi bilan mashhur bu adam. Özü Kufilik. Bu adamın ayet nurgun Amr-ı Şa'bi qatarliq çoğun büyük tabiilardan okugan. Bu adamda mesela Şu'bet ibn Haccac, Süfyan-ı Sevri qatarliq meşhur büyükler hadis okugan. İlim okugan bu adamda. Bu kişi 147 yoki 49-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Ulamolar bu kishi baho bergan vaqtida ishonchlik adam degan bahoni bergan ayni vaqtida. Endi bu adam Amirdan rivoyat qilyapti. Amir Şa'bi, Amir ibn Şarahbil Eş-Şa'bi. Bu kişinin tercümanı başta ötep oldu. Bu Amir emdi dedi, ben Nu'man ibn Beşir'den hadis anlagan edim dedi. Nu'man ibn Beşir ibn Sa'd ibn Sa'lebe namıyla meşhur. Özü Ensarilerin Hazret kabilesinden. Bu adam. Bu kişi Hicriyaniki 10 yani 2-nji yili tug'ilganda. Undaqda şu Ensarilarning ichida tunji tug'ilgan buvaqmi shu. Muhojirlarning ichida tunji tug'ilgan buvaq Abdullah ibn Zubayr. Ensarilar ichida tunji tug'ilgan buvaq hijratdan keyin mushu kishi Nu'man ibn Bashir. Bu adamninki şu o'zi Rasulullah'niki mushu hijratning 2-yili, ya'ni payg'ambarimiz bilan bu adamniki birga bo'lgan yashagan vaqti 8 yil undaqda. Rasululloh o'lib ketgan vaqtda 8 kirganda bu adam. Shundaq bo'lishiga qaramay, shu Madinadagi payg'ambarimizdan anglagan cho'ng sahobalarni ustoz tutib 114 hadis qoldirgan. Demak, bu adamning ilmiy jihat qo'shgan tuhfasi shuni aytdi, zo'r deyishki bo'ldi. Bu adam 65-yili Damishq bilan Hims orasida shahid qilingan, o'ldirilgan. Chunki bu adam Abdullah ibn Zubayr tarafdori edi ayni vaqtida. İslam dunyosidagi cho'ng Umayyilar, Zubayriylar fitnesida bu adam Zubayri tarafda turib ish qilgan. Siyosiy faoliyat olib borganda. Chunki Abdullah ibn Zubayrniki shu Hims, hozirgi Suriyadagi Hims, Halabga yaqin rayon. Şu Hems'ninki aynı vaqtdagi valisi bo'lgan ekan. Abdullah ibn Zubayrniki tayinlishi asosida. Lekin bu Hemsliklar bilan isyon ko'targandan keyin bu odam qochib ketgan ekanda. Xolid ibn al-Kilai degan odam bu odamni keyindan qo'g'lab turib o'ldirib o'tgan deydi. Ya'ni Silmiya degan o'rinda. Bu Silmiya degan madra shu Suriyaning ichida. Bu odamning dadasi sahabi, onasi sahabi, o'zim sahabi. Sahablar içinde bu Nu'man ibn Beşir, Nu'man ismi bilen bundan başka hiç kim yok. Bu kişi deydi o, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mundaq deganligini anlagan edi. Halal mı un iniq aşkara, haram mı iniq aşkara. Kur'an'da hadiste halal haram hukmi iniq belgilengen, ko'rsatilgan. Biroq bu halal bilan haram orasida shubhilik narsalar bor. Yani bu yerda shubhilik degan so'z yig'inchoqlab o'lib ketgan vaqtida bir qarasa halol o'xshaydigan, bir qarasa harom o'xshaydigan, odamni gangirtib qo'ydigan narsalarda buni ko'p odamlar bilmaydi, his qilolmaydi bu narsalarni. Endi kim mushu shubhi narsalardan saqlay olsa, hamda haromdan saqlansa, o cho'qim haromdan saqlandi. Haromdan saqlanish bilan birga mushta shubhilik bo'lib qolgan halol harom orasidagi narsalarni o'zi qo'g'day olgan odam o'z obro'yini, dinini qo'g'digan bo'ldi, saqlab qola olgan bo'ldi dedi. Ammo kim shu shubhi narsalarga halol yoki harom narsa farqsiz bo'lgan, aniqsiz bo'lgan shu narsalarga tushib qolsa dedi. Bu odam nimaga o'xshaydi desa, bir bundoq atrofi bundoq qo'riqqa ilingan bir yayloqning atrofida qo'y o'qiyotgan padchiga o'xshaydi. U cho'qim u qo'riqning atrofiga yaqin kelgan ekan, aman shu yerga
şu qo'riqqa ya yaylaq kirib, ulug'i shu yerdan bir narsa yeb qilishi mumkin, cheklangan yaylaqdan. Har qanday bir podshoning yayliqi bor dedi, qo'riqi bor, qo'riq yayliqi bor. Lekin Allohning qo'riqlagan yayliqi Allah'ın şu yer zeminideki Allah çekilgen günah işlardır, haram işlardır. Mesela bu şubelik nesiga bir misal alsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse bir tal xomini uçuradı da yakışıp ketken. Eğer şu sadaka ikkenligidan şubelenmese men yeyittim degen Peygamberimiz. Çünkü Resulullah sadaka halal emas. O yakışıp ketken narsa odatda halal. Lekin Peygamberimiz sadaka mı emasmi degan şubelengen. Eğer sadık olsa Resulullah haram buludu. Sadık bulmagan olsa halal buludu. Demek bir tarafi halalga, bir tarafi haram tutuşkan narsa. Şuna okşaş. Yani şundaq dedi Peygamberimiz ala dedi, ala degan dikkat qilinglar dedi. Muş adamning bedeninde bir parça go'sht bor. Şu bir parça go'sht yaxshi durust bo'lsa, bütün a'zolar, beden, tan hammasi güzel yaxshi bo'lib ketadi. Eğer şu narsa buzulsa, şu bir parça go'sht buzulsa, bütün a'zo buzuludur dedi. O bo'lsa-mu qalbdir, qalb. Endi qalb bizniki şu tenimizdeki ayeti cevheri bir a'zo. Xuddi bu nimaga o'xshaydi degan vaqtda bir podshohga o'xshaydi. Bu podshoh o'ziga askarlarga, navkarlarga, sardorlarga buyruq beralaydi. Uning xohlagan so'zini ijro qiladi. Yaxshi siyosat boshqarishmi shu podshohga bog'liq. Yomon siyosat boshqarishmi shu podshohga bog'liq. Agar shu podshoh yaxshi bo'lsa, adolat bilan shu davlatni boshqara oladi. Agar zolim bo'lsa, shu davlatni xaroblik, zavollik bütün Kur'an qoplaydi. Ana shu podshohga o'xshash bu qalb degan. Bu qalbdan bütün a'zolar buyruq oladi. Ko'z, quloq, til, put hammasi buyruqni qalbda oladi. Qalb bütün havoya, havasga berilgan vaqtida, lazzatga, huzur, halovatga berilgan vaqtida bu qalbning ismi qalbdan nafsga aylandi. Nafsning yomonlik, salbiylik ma'nosi bor. Hatta qalb insonniki yaxshi bo'lish, nijotlikka erishish va shundaqla bütün shu sir nurlarniki shu manbasi shu qalb. Odamdagi sir nurlarniki manbasi. Hadislarda rivoyat qilinishicha Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisolatu vasallamni bunday haykali shaklga ekkagan vaqtida Şeytan aleyhi la'na bu Adem aleyhissalatu vesselam'niki hem de to jam fidelimga vaqtidagi haykalni shunda kirib sayohat qilibdi-da. Qarsa hamma yerda bir kama ko'rgan. Ko'zda, masalan qo'soqda, masalan odamniki shu a'zolarda bir xil masalan tuk o'rinlar deymiz. Hamma yer to'shik-to'shikcha. Shuni qarab bu o'zi egolanmaydigan, ya'ni özünü tutulanmaydigan maxluqkan deb shundaq baholagan ekan şeytan insonni. Lekin insonniki sol tarafida qarsa bir noit hamma itiglik, kamami yo'q, to'shikmi yo'q. Bir kichik bir kama bo'pti-da. Shuna buning ichida nimbaligini bilanmidim deb şeytan shundaq debdi. Amaliyotda bu o'rinda qalb bor. Sol tarafda qalb bor. Shuning uchun bu qalb Allah subhanahu ve taala ulug' bir sir qilib yaratgan bir o'rin. Bu qalbning sirini faqat Alloh bilan biladi. Shunga qalbni hech kim bizning qalbimizni bilmaydi. Qalbimizni nim o'ylaganimizni, nim xiyol qilganimizni bilmaydi. Lekin ko'zimizdan, boshqa o'zimizdan bizning ba'zi narsalarni qiyos qilishi mumkin, ammo qalbimizdagi sirni hech kim bilmaydi. Faqat buni Alloh biladi. Demek qalb undaqda Allah subhanahu ve taola'niki nuri tecelli qiladigan büyük, şereflik bir o'rin. Undaqda bu yepiq bu qalbda faqat Allohning nuri bilan tecelli qilsin. Alloh bilan passin, Alloh bilan sig'sin. Allohdan boshqa hech narsaga bu yerga o'rin berilmasin. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.